Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli abituriyentlar, hurmatli ota-onalar. Aziya Consult kompaniyamizda yana bir navbatdagi yangilik, juda ham bir mingdan ortiq abituriyentlarimiz, talabalarimiz, ota-onalar asosiy berayotgan savollarga mana bugun katta eksklyuziv podkast uyushtirdik. Bu Rossiya davlatida joylashgan Omsk universitet akademiyamizda qaldirg'ochlarimizdan bitirdi. Mana diplomlari institutdan yetib keldi. Ya'ni o'zimiz olib kelib berdik. Mana bugun ofisimizda topshirish jarayoni bo'lyapti. Bu talabamiz, bitiruvchimiz degan bo'ladi bemalol. Karim va Shohistaxon Toshkent viloyatidan yo'nalishlari boshlang'ich ta'lim. 4 yili 6 oy o'qib, mana 2025-yil fevral oyida bitirdi. Mana 1 oydan keyin mart oylarida diplom yetib keldi. Hozir aprel oyida diplomlarni tantanali topshiryapmiz. Aka, diplom muborak bo'lsin. Avvalambor sizlarga rahmat. Oson bo'lmadi menimcha diplom olish. Shohistaxonga bir nechta savollarimiz bor. Singlim, avvalambor bizni qanday, qayerdan topgansiz? 2020-yilda mana birinchi topshirgan ekansiz hujjat. O'sha payt karantin payti edi. Birinchi navbatda men maktabda ishlardim. O'sha paytda direktorimiz gruppaga tashlagandilar, e'lon shunaqa bo'layapti deb. O'sha payt haqiqatan ham o'qish niyatim bor edi, faqat imkoniyat yo'q edi. Zaochniy bunaqa hali variantlar yo'q edi. Karantin boshlanayotgan edi. Keyin o'sha e'lonni o'qib, telefon qildim, Ilhom aka ko'tardilar. Aytdilar, bo'pti, nima qilib so'radim, shunaqa sharoitlar tushuntirdilar, что zaochniy, ochniy xohlagan tarzda ofisimizga kelib gaplashasiz deb. Keyin ofisga kelib uchragandim. O'sha payt Shohista degan menejer kutib olib, tushuntirib, hamma sharoitlar yoqqan edi, hujjatlarni topshirdik, karantin bo'lib qoldi, o'zlari hujjatni yetkazishdi. Kerak bo'lgan edi nostrifikatsiya, chunki men hali oldin bitirgan edim. O'sha yo'llari bor. O'sha hujjatlarni topshirdik. Imtihon tarzi o'tdi. Keyin 4,5 yil o'qidik. O'qish, конечно, rosa qiyinroq bo'ldi. Nimagaki har bitta semestrda, endi boshqa yo'nalishlarni bilmayman, endi imенно boshlang'ich ta'limda har bitta semestrda kamida 4 tadan praktika, naучно-исследовательские работаlar, kursovoy ishlar rosa qiyin bo'ldi. U 1 oy o'qish zaochniy demaysiz. Polni shu yarim yil 6 oy bo'lsa, haqiqatan shu 6 oy davomida o'qiysiz. O'qish kerak. Chunki sessiyani yopishda qiynalmaysizmi? Mana masalan ko'pchilik obunachilar aytadiki, sessiyani yopolmasam nima bo'ladi yoki yopolamanmi men yoki haydalib ketamanmi, ertaga mana o'qishga kirish mayli bir yo'nalish, lekin uni o'qishda sessiyani yopolmay haydalib ketib qolsamchi degan qo'rquvlar borda. Umuman sessiyani yopsa bo'ladimikan yoki umuman iloji yo'q narsamikan? Yo'q, yopsa bo'ladi. Faqat harakat qilib tezroq vaqtida qilsangiz, o'z vaqtida yig'ilib qolmaydi. Chunki har bitta ishni topshirganingizda kamida 7 ish kunida, даже 15 kungacha cho'ziladi. O'sha ishingizni tekshirib bo'lgandan keyin o'sha dalshi testlarni yechasiz. Itogoviy test o'sha fanni yopish uchun o'sha hamma narsangiz o'sha tayyor bo'lishi kerak. Keyin fan yopilgan hisoblanadi. Yoqda ограничение yo'q. Xohlasangiz 2 yil qilasizmi, o'zingizga problema bo'ladi, oxirida tiqilib qoladi. Atak bemalol vaqtida qilsangiz, spokойно ulgursangiz bo'ladi. Faqat shu отчетlar, nimalarni hammasini joy-joyida o'z vaqtida topshirib, yozib olib borish kerak. Biz mana obunachilarimizga aytamizda, siz Aziya Consult orqali bemalol hujjat topshiring. Biz o'sha 4,5 yil o'qishingiz davomida kontraktingizni to'latirishga, sessiyani o'z vaqtida yopishtirishga, oxirlashtirishlar berib, qandaydir ma'noda yordam berib, hattoki diplomni o'zingiz borib olib kelmasangiz, Rossiyadan biz o'zimiz kompaniyamiz orqali olib kelib topshirishga ham yordam beramiz deb kafolat beramizda biz. Shu haqiqatan to'g'rimikan? Yordam berdimi kompaniyamiz mana 4,5 yildan yoki umuman telefon qilmadimi yoki? Yo'q, telefon qilib turishardi. Har semestr boshlanganda ogohlantirardi. Semestr boshlanadi, kontraktingizni to'lang, mana shu sana bor. O'sha sana o'tib ketganda kvitansiya so'rashardi. Men to'g'ridan-to'g'ri Moskvada to'lardim. O'shanga ularga prosta kvitansiya tashardim sizlarga. Boshida 1 yil o'zimizdan O'zbekistondan to'lasa bo'lardi. Keyin shu karantin paytida nima bo'ldi, problemaroq bo'ldi, o'sha to'lash. Shunga pryamoy o'sha Rossiyadan to'lardim, kvitansiya tashlardi. Kvitansiyani o'sha qabul qilgandan keyin bo'ldi, ular o'sha belgilardi. Bu keyin o'sha semestr tugaganda ogohlantirib bir telefon qilishardi, bo'layaptimi, ishingiz yo'qmi? Yordam berishadi. Yordam berishadi. Muhtaram do'stlar, sizlar bemalol Rossiyadan turib ham to'lov qilsalaring bo'ladi. Kontrakt pullaringni
O'zbekistondan ham bemalol bank orqali borib onlayn yoki offlayn holatlarni to'lov qilsalar bemalol bo'ladi. Mana bizning mijozimiz aytib turibdi. Diplom himoyasida kompaniyamiz tomonidan yordam berdimi? Diplom mana himoyasi, masalan, o'zim ham O'zbekistonda o'qishni bitirganman. Haligi birinchi marta topshirayotganda juda ham katta hayajon bo'lardi. O'tolamanmikan, yo'qmikan deb. Qanday bo'ldi? Rostdan qiyin bo'ldimi yoki o'tolmay qoldingizmi yoki? Yo'q, o'tishga bir martada Xudoga shukr, alhamdulillah o'tdim. Endi hayajon bo'ladi, по-любому. Tем более vaqt hali 4:30 da edi meniki grafik bo'yicha, lekin soat 10 da kurator diplomni telefon qilib iloji boricha ulanavering, studentlar kam, hozir oraliq bo'lib qolyapti deganda tez ulanib sal nima bo'lib qoldi, lekin o'sha tez bo'lgani ham bir tomondan qandaydir yaxshi bo'ladi, chunki kutib nima qilgun. O'sha tayyor, o'sha rukovoditelim hammasini tayyorlab, yordam berib, o'sha hamma narsa tayyor edi. Imtihon o'sha rechingizni aytasiz, himoya qilasiz diplom ishingizni, undan keyin o'sha komissiyadan savol beradi. Savol berib bo'lgandan keyin o'sha o'zlari keyin muhokama qiladi. 4 ta 5 ta student javob berib bo'lgandan keyin o'zlari aytadi, muhokama qilib, keyin o'sha ballarni e'lon qiladi, keyin chiqib ketaveramiz. U Zoom orqali bo'ladi, to'g'rimi? Safi from Zoomga o'xshagan video ko'rinishda onlayn o'sha yerda o'zida o'sha kunda o'zida bilinadi. O'zida biz o'sha ulanganlar chiqib ketmaydi. Sirazular 4 ta 5 ta student qabul qiladi, nima qiladi? To'xtab turinglar deydi. Sirazu muloqot qiladi, hal qilishadi, sirazu e'lon qiladi keyin. Keyin o'sha chiqib ketamiz. Shohsoha mana ko'p abituriyentlarimiz o'qish kirishdan oldin savol beradi ota-onalarimiz. Siz rus tilini qancha foiz bilasiz? 50%mi, 100%mi, 70%mi, 10%mi, necha foiz bilan bitirdingiz? To'g'risini ayting. Men rus tilini 100%, hozir masalan o'zbek tilida qiynalyapman даже bunday normal gaplashishga. Men rus bog'chani, rus maktabni bitirib, ruslar bilan aloqa bor. Men rus tilini 100% spokойно bilib bilish kerak. Zo'r. Rus tilini bilmasa juda ham qiyin. Потому что там hamma narsa rus tilida bo'ladi. Imtihon ham, predzashita ham, o'qish. Mayli endi o'qish davomida balkim kimdir yordam berar sizga rus tilida. Lekin predzashita bilan oxiri himoya diplom ishida уже hech kim yordam bera olmaydi. Один на один o'zingiz bo'lasiz. O'shanga rus tilini elementarniy razgovorniyni bilish kerak. Demak, mijozlar, muhtaram do'stlar, siz 4,5 yil davomida o'qishni bitirgunizcha, to'g'ri boshda balki qisman bilasiz, balki umuman bilmaysiz, lekin 4,5 yil bu juda ham katta muddat. Singlimizga o'xshab 100 bo'lmasa ham 90% ham yetadi degan fikrdamiz biz. 4,5 yilda rus tilini o'rganib olishingizni Azekonsult tomonidan tavsiya qilamiz. Endi xudo xolasa men diplomlar qo'lga kiritdingiz. Murojaat ishlaysizmi siz hozir yoki ishlamaysizmi? Men hozir dekretda edim, ishim уже tayin, faqat hozir endi nostrifikatsiyaga topshiraman, chunki baribir qonunlar bir-biriga to'g'ri keladi. Bilmaymiz nima bo'lishdi. Hozir nostrifikatsiyaga topshirib, xudo xolasa maktab ish joy tayyor. Muhtaram do'stlar, yana bitta yangilik aytib qo'yamiz sizlarga. Ma'lumot o'rnida sizningimiz nostrifikatsiya deyapman. Diplomni hozir olib borib yagona darajaga topshiradi. Ma'lum bir to'lov bor. Taxminan hozirgi kunda 1 million atrofida to'lov qilgandan keyin keyingi oyga Toshkent shahrida imtihon bo'lib o'tadi. Imtihon soat kunlarini o'zlari yagona darajada aytishadi. Kelib imtihondan topshirib guvohnoma oladi. O'zbekistonga diplomi tan olindi degan. Shu bilan borib davlat tashkilotlarida bemalol ishni rasmiy ishni boshlasa bo'ladi. Mabodo imtihondan o'tolmay qolsa degan savollar bo'lishi mumkin. O'tolmay qolsa, keyingi safar 1 million emas, taxminan bir 700 ming so'mga tushadi. Ikkinchi marta qayta to'lov qilinishi, yana qaytadan kelib, yana o'sha joyda imtihon keyingi oyga yana topshiriladi, yana o'tadi. O'tolmasa yana xuddi shu takrorlar davom etaveradi. O'ylaymanki, tajribamiz davomida bir marta uzoq bilan 2 martada nostrifikatsiyadan o'tgan talabalar juda ham ko'p. Faqat sizdan ozgina harakat va ozgina bilim bo'lsa, o'ylaymanki, bu yerga Alloh o'zi yo'l ochadi. Bizda shoxsa singlimizni turmush o'rtoqlari mana Abror aka tekvando bo'yicha vatanimizning faxriy insonlari. Abror aka, sizga ham diplom bilan tabriklayman avvalambor. Ayol kishini mana shunchalik ayolingizni qo'llab-quvvatlab, o'qishga imkoniyat, sharoit yaratib berish oson emas. To'g'ri, hozirgi kunda moliyaviy tomondan ham, boshqa tomondan ham o'qishga masalan darsdan keyin dars qilish kerak, oiladan ortib. Siz o'zingizdan fikringizni aytsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlarga rahmat qo'llab-quvvatlaganlaring uchun.
o'zim o'sha yili ayolimni to'g'risi o'qishga topshirishini o'ylamagandik ham. Chunki planimiz bo'yicha yurtboshimizni murabbiylarga qaratgan e'tibori bor edi. O'sha murabbiylarni 3 yillik universitetda o'qitish qonun qarorlari chiqqan edi. O'zim o'qishga kirgan edim. 19-yil O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport davlat universitetiga topshirgandim, kirgandim. Men bitirib, keyin ayolimni ham o'qitaman degandim. Yo'q, yaxshi, bu nimasi chiqib qoldi, bu varianti chiqib qoldi. Ruxsat so'radi, albatta eplasang o'qi dedim. Imkon darajada qo'llab-quvvatladim. Albatta ota-onalarimiz duosi birinchi o'chirdi. Sizlarga rahmat. Mana diplomni ham oldim. To'g'risi oxirigacha o'ylagandim, qanday bo'ladi, nima bo'ladi. Boshida hattoki bormikan o'zi bunaqa instituti bormikan degan savollar ko'pda bizda. Adashmayapsanmi? Mabodo bu juda bir oson tuyulyapti. Qanaqasiga deb o'ylagandim. Yo'q, mana haligi imtihonlarini, nimalarini jo'natayotganini, dokumentlarini ko'rdim o'zim. Endi to'g'risini aytsam, biz haligi jaydari xalqimiz trenerlar faqat shu zalda bolalar bilan psixologiya ham bor albatta. O'sha qancha chempionlar chiqardik, qancha shogirdlarimiz, o'zimizni shogirdimiz shu yerda ishlayapti. Nozimaxon, bizdagi Nozimaxon menimcha bizni talabalarimizni salkam 70% taniydi. Nozimaxonni Adham aka, Abror aka ustozlari, Adham aka degan ustozlari ham bor. Abror aka ustozlari do'stlar. Nozimaxon Osiyo chempionati sovrindori, O'zbekiston chempioni, qizimiz ham Begod shahrida Toshtemirov Asadbek ham birinchi ustozi hisoblanaman. Hammasi shogirdlarim, Xudoga shukr, universitetlarda o'qigan, bitirgan sportchilar. Shuning uchun endi baribir universitet o'qish nimaligini baribir tushunamiz. O'zim o'qib, kerak bo'lsa o'zim starsda bo'lganman universitetda. Bu o'qish jiddiy narsaligini juda yaxshi bilganmiz. Endi maktab, kollej o'z yo'liga, lekin oliy ta'lim o'ziga yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Aytganingizdek, albatta nafaqat o'qishda chet tilini, rus tilini bilgan inson hech qachon kam bo'lmaydi, hech qachon ko'chada qolib ketmaydi-da. Men o'zim diplom zashitasida ham uyda o'tirgan edim. To'g'rirog'i meniki ham bu yerda seminar bo'layotgandi onlayn. O'sha onlaynni kerak bo'lsa o'chirib qo'yib, imtihonni tomosha qilib o'tirdim-da, qanday bo'lar ekan duoda bu. Endi baribir hayajonlanasiz. Juft halolingiz Поддержка kerak. Albatta birinchi o'rinda любой insonga motivatsiya, поддержка, turmush o'rtog'i bo'lsin, ota-onasi bo'lsin, aka-ukasi bo'lsin, kamgina поддержка berilsa odam tortib ketadi. Qilolmayman degan joyda ham endi kamgina nima deydi, trenerlik sohasidan bu bizga haligi yot bo'lib ketgan. Har bir insonga bitta motivatsiya, bitta поддержка bu qanaqa darajaga yetib borishini mevasini ko'radi-da поддержкаdan keyin. Предзащитаdan oldin mandraz bo'lganda поддержка. To'xta, bu предзащита hali. Sen o'tasan, поддержка qilib o'tirib, yo'q предзащитаga men ishonardim, ko'rdingmi? Bu hali o'tadi. Abror aka, mana biz tomosha qilib turgan ota-onalarga, o'qishga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlarga, umuman o'qiydigan talabalarimizga va ayolimni o'qitaymikan, azaka orqali yo'qmikan degan masalan yuzlab, minglab mijozlarimiz borda. Umuman nima tavsiyangiz bor? Endi avvalambor imkoniyat bo'lsa o'qitish kerak, chunki hozirgi zamonimizda baribir diplom, oliy ma'lumot juda ham kerak. Misol uchun vatanimizda bo'lmasa kattaroq joyga, chet elga ishlagani borar. Lekin avvalambor maslahatim bemalol ikkilanmasdan ayolingizga, farzandingizga, singlingizga qo'llab-quvvatlov berib, motivatsiya berib, bemalol ikkilanmasdan kelib shu Aziya Consult orqali ikkilanmasdan o'qishga topshirsanglar bo'ladi. Mana biz isbotini ko'rdik. O'qish kerak. Faqat o'qish kerak, til bilish kerak. Harakat. Suhbatimiz davomida yana bitta dolzarb savol bor. Minglab insonlardan savol keladi. Bu menimcha har kuni ham kelayotgan savollar. Bu savolimiz Shohistaxonga. Shohistaxon, mana 4 yili 6 oy o'qishda o'qib bitirdingiz mana. Eng dolzarb eksklyuziv savol beraman. Nima uchun o'qish davomida O'zbekistonga o'qishingizni ko'chirib kelmadingiz? Chestni gapiring. Chestni, eng birinchi muammo menimcha ko'pchilikda hozir finansiy tomondan O'zbekistonga ko'chirsak 1 yillik to'lovi
hamma biladi, kamida 8-9 million или даже undan ham ko'p. Lekin Rossiyada bir yilga kursga qarab 4 milliondan 5 million maksimum eng baland kurs bo'lganda men 5 million to'laganman. Bir yiliga. Bir yiliga. Demak, O'zbekiston kontraktiga qaraganda ertagisi 2 yillikni to'lab olsangiz bo'ladi. 2 yillikda to'lasiz. Конечно, birinchi navbatda o'sha bo'ldi. Moliya tomoni. Moliyaviy tomon. Keyin oilaviy sharoitda что yosh bolalik borib, bizda O'zbekistonga перевод qilsangiz, как положено, bir yilda 2 marta bir oydan borib o'qishingiz kerak. Yo'l kira, ijara, produktlar, bolalarga bitta odam yo'q, o'qishga baribir o'qiysiz-ku, no o'sha tomoni ham problema. Bitta xohlagan payt vaqtingiz bo'lganda yil 12 oy o'qiyverasiz. O'sha tomonni o'ylab chiqib, перевод qilmaslikka qaror qildik. Yag'ini Allohga tavakkal qilib, Xudo xolasa bo'ladi, bitiramiz, olamiz diplomni. To'g'ridan to'g'ri, конечно, главный buxgalter bilan, dekanat bilan, главный специалистlar bilan o'zim напрямую ular bilan muloqot qildim. O'sha 4,5 yil davomida o'sha Maltseva Veronika Mixaylovna bilan, Kotlerova, o'sha главный buxgalterlar bilan, Karimova Alyona bilan o'shanga ular bilan напрямую gaplashib, постоянно nimada bo'lganda уже menga уверенность и как-то спокойствие bor edi, что haqiqatan ham bor narsa, hamma narsa joy-joyida. Endi o'sha o'qigan talabalarga ham любой joyda baribir o'zimiz O'zbekistonda ham domlalar, o'qituvchilar поддержка qiladi. Da, to'g'ri. O'qib hamma narsani vaqtida, mas'uliyat bilan o'zimni yonimdagi постоянно qilishim kerak, mana shuni tezroq qilishim kerak deb, nuqul haligi vaqtiga qilishim kerak derdi. O'qituvchilarda ham mehrini qozondi, o'qituvchilar ham oxirsida kamgina bo'lsa ham поддержка qildida. Gap yo'q. Muhtaram do'stlar, qaranglar. Rossiyadagi onlayn o'qishda afzalliklarni yana bir qator sanab o'taman. Siz oilangiz bo'ladi baribir, qayerdadir ishlaysiz, qanaqadir oila turmush plyus minuslari bor. Siz o'zingizga qulay vaqtda kirib dars qilasiz. Xohlang sahar kiring, bomdoddan keyin, xohlang obedda vaqtingizga qarab, xohlang kechqurun bo'shaganingizda qulay vaqtda kirib o'qishingiz mumkin. Bu juda ham katta imkoniyat. Singlimiz aytgandek, ikkinchisi kontrakt narxlari arzonligi, bu ham juda ham yaxshi bir qulaylik deb bilamiz. Uchinchidan, baribir diplom nafaqat Rossiyani o'zida, balki O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, esingizda boshqa davlatlarda ham diplomlar bemalol o'tadi. Ertaga nima bo'lishini bilmaysiz. Men O'zbekistonga faqat o'tsa bo'ladi degan fikrda ko'pchilik bor, lekin erta hayot qiziq. Erta balki Qozog'istonga qanaqadir ish bilan borib qolib, balki Rossiyaga borib qolib, bu hayot bu. Shuning uchun ko'p joyga o'tayotgan diplom baribir kuchliroq deb bilamiz biz, tavsiya qilamiz. Keng imkoniyat yaratadi. Keng imkoniyat yaratadi. Ertaga borganingizda ham diplom bilan baribir boshqacha do'stlar. Muhtaram do'stlar, avvalambor sizlarga rahmat kattakon. Shunchalik ishonch bildirib, o'qim mana ayolingizga shunchalik kuch berib, diplomni olishiga yordam bergan sizga ham rahmat avvalambor. Muhtaram ota-onalar, abituriyentlar, bemalol Aziya konsert orqali nafaqat Rossiyaga, balki dunyoning boshqa mana Xitoy grantlarimiz bor, mana Malayziya grantlarimiz bor. Yaqin kunda mana Amerika va boshqa davlatlar ochishni, Koreyani ochishni rejalashtirib turibmiz. Boshqa davlatlarga o'qishga topshirib, bemalol dunyoning eng top davlatlarida o'qib, bitirib, vatanimiz ravnaqiga foydasi tegib, minglab, millionlab insonlar ish bilan ta'minlab, nafaqat ish bilan ta'minlab, vatanimiz iqtisodiy tomondan, siyosiy, boshqa tomondan ham dunyoning eng zo'r top urinlarga olib chiqishga imkoniyatni Aziya konsert orqali qo'lga kiritishlaring mumkin. Nafaqat bizda pedagogik yo'nalishda, balki sport, gumanitar, menejment, texnika, iqtisodiyot, IT, dunyoning barcha yo'nalishlarida biz orqali kirib o'qishingiz mumkin do'stlar. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi safargi videolarimizda siz bitiruvchi bo'lib, xuddi shunday chiroyli joylarda o'tirib, diplomlarni olib, uyingizga borib, ota-onangizga, vataningizga bir foydasi yetgan tomonga ishlatishga nasib aylasin. Aziya konsertdan uzoqlashmang, bizni kuzatishda davom eting. Sizlarni yaxshi ko'ramiz.